Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib hamma sabablarni qildilar. Rizqni hamma sabablarini 100 ga 100. Cho'ponlik qildilar, savdo qildilar, chiqdilar, harakat, jihad, hamma sabablarni qildilar. Keyin tavakkal qildilar. Umar radhiyallohu anhu davrlarida, xalifalik paytlarida bir toifa odamlar masjidga o'tirib olib, faqat shu masjidda o'tirib kunlar, kechalar o'tkazdi. Shunda Umar radhiyallohu anhu so'radilar: "Sizlar kimlarsizlar?" dedilar. "Nahnu mutawakkilun" dedi. "Bizlar Allohga tavakkal qilguvchilarmiz" dedi. Chiroyli gap, qarang. "Bizlar Allohga tavakkal qilganmiz" deganda Umar aytdilarki, "Yo'q. Sizlar mutavakkilsizlar" dedilar. Uni aksi. Rizq osmondan, samodan oltin bo'lib tushib bunaqa kelmaydi. Rizqingizni sabablarini qilishlaringiz kerak. Yo chiqib ketasizlar masjiddan rizq talabida, yo darra uraman dedilar.